Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, men Minglik Fural. Bundan 8 kun oldin Komil Allamjonov odami biz odam emasmi deb xabar qoldirgandim. 8 kun ichida hech kim telefon ham qilgan yo'q, hujjat o'rgangan ko'rganim yo'q. Nima deydi? 30 mingdan nari odam ko'rdi. O'zbekiston bo'ylab, dunyo bo'ylab 300 mingta odam ko'rdi. Nahotki bizning mamlakatimizda bunday narsani bir o'rganayotgan tashkilotlar ishlamasa, hammasi qarindosh, tanish bilishchilik. Bilaman, Chalik Energiyani eng katta himoya qilayotgan UIT tashkiloti. UIT tashkiloti kimga qarashligini xalq hamma biladi. Mana shunaqangi tashkilotlarni kasrdan nomiga turk firma nomiga ochib, O'zbekistonda firmalar milliardlab pul ishlayapti. O'rta joyda xalq yana o'sha qullik, manqurtizm holatiga tushib qolyapti. Aqlli qilib bir haqiqatni gapirsang, tinglaydigan ega yo'q. Yana og'zini to'ldirib bizda jamiyatimiz oldinga qarab siljayapti. Hamma narsa shunday bo'lyapti. Yo'q, battar bo'lyapti. Firma bu korrupsiya. Tamom. Firma ochdimi, yuqoridagi amaldorlar korrupsiya botqog'iga botirdi. Yaqinda yangi farmon ham chiqardi. Aniqrog'i, birinchi o'qishda nima deydi? Birinchi o'qishga qo'yganda o'qishga ma'qullangan 18 yoshdan oshgan erkaklarga himoya orderi, masalan menga surishib hozir majburiy mehnatga jalb qilgani bo'yicha himoya orderi bo'yicha so'rasam bermaydi. Chunki o'sha qonun ikkinchi o'qishda vazirlikning o'zidan rad qilib kelyapti. Vazirlik aytayapti, yo'q, bo'ldi, bu qonun mumkin emas deyapti. O'zi birinchi o'qishda deputatlar ma'qullagan, lekin kimlar yuqoridagi millat xoinlari yana o'shalarni olib hujjatni vazirlikda ishlayotgan ularga bosim o'tkazdirib 18 yoshdan oshgan yo 60 yoshgacha desak ham bo'ladi. Mehnat, majburiy mehnat anosiga order berish, himoya order berish rad etilyapti. Ko'ryapsizlar, bizning mamlakatimizda qanday firma atalmish korrupsionizm bosqichma-bosqich egallab olyapti. Men prezidentdan so'rardim, birinchi o'rinda davlatga qarindosh urug'chilik, tashkilchilik yo'q qilish uchun birinchi prezidentimiz davrida ham o'shanday bo'lgandi. Bir boshda bu qonun o'zgargan, o'sha qonni yana izga qaytarib qo'yish kerak. Siz davringizga kelib ham bu narsa o'sha holatda o'zgarmay qoldi. Siz ham qonunni ma'qulladingiz. Shu qonunni endi o'zgartiradigan mahal keldi. Qarindoshi jinoyat qilsa, qolganlar javob bermaydi. Yo'q, bu davr o'tganga o'xshaydi. Mana shu qonunni prezident o'zgartirish kerak. Sababi xalqimiz o'zbekchilik, qarindoshchilik, tanish bilishchilik bosib ketgan. Hammasi bir-birini himoya qiladi. Mana 500 adashmasam 27 ta odam birinchi jinoyatidan keyin yana mansab ko'taryapti qarindoshlari bilan tanish bilishchilik qilib, yana ikkinchi marta jinoyat bilan qo'lga tushyapti. Hali qo'lga tushgani. Avvalo undan ham ko'proqdir. Bunga 1 oy bo'ldi men o'zim o'qiganimga. O'ylab ko'ring, ikkinchi marta yana korrupsiyaga yo'l qo'yyapti. Men aybdorlarni hali ham jazolanishini so'rayman prezidentdan. Bular kim bo'pti bu? O'zini UIT tashkilotini rahbari buni himoya qilyapti. Bilaman, Chalikdi. O'zidan o'zi birov himoya qilmasa, prezident himoya qilyapti deydi. Bularga tekshir desa, pastdagilarga qo'rqadi. Ha, biz desa prezident himoyasida inson huquqlari ombudsmandan ruxsatnoma so'rash kerak. Bunday so'rab olgandan keyin ham bularga bosim bo'ladi. Davay hujjatni qalbaki qilib qo'yib. Bizning mamlakatimizda xalqini himoya qilish o'rniga investor qochib ketadi. Qanday qochib ketadi investor? Hayla hamma millat hayla Rossiyada bitta militsiyasi xohlagan joyiga kiradi. Bizda militsiya uchastkoylar borki, prokuror xodimlar bemalol shu kira olmaydi. Xuddi prezident himoya qilgandek himoya qiladi. Ikkita joydan o'tish kerak. Oddiy mana shu Chalik Energiyaga borish uchun. Nima bu? Jinoyatga tengki bu. Xalqni, o'zbek xalqi go'yoki qul, o'shalarga qo'pol qilib aytganda yalaxo'rlik qilganlar, o'shanaqani yalaxo'rlik firma ochib pul ishlayotganlar odam. Bu nima bu? Jinoyatga teng holatga. Qani demokratiya? Demokratiya degani mansabdorlar xohlagan mahal tekshirish huquqiga emas, mayli o'sha tashkilot.
fuqaro majbur mehnat qildi, boshqa qildi, menda mana nima uchun himoya order berilmadi. O'rta joyda bo'shatib yubordi. Chunki yuqorida qaysidir mansabdorning firmalari bosib ketgan o'sha yerda. Nechtadir firmasi bor. 56 ta firma bo'lsa, shuni bo'lmaganda 40 tasi tepada yuqorida bir mansabdorlarnikidir. Hali hammasidir. Qani bu adolat? Qachongacha haqiqatni gapirganlar shunday nima YouTube'ga chiqib hamma joyda o'g'ri, korrupsiya bosib ketdi deydi. Birinchi o'rinda prezident qarindoshi bo'lgan insonlar ishdan bo'shatilib, nima deydi? Ishlamasligi shart. Oilaviy oldingidek nima deydi? Oilasini 7 pushtin surishtir degandek surishtirib ishga olish kerak. Jinoyatchi bo'ldimi, qilmaslik kerak. Shuning uchun ikkinchi o'sha qarindoshini o'qishda o'qiyotgan qarindoshini o'ylab jinoyat qilmaydi odamlar. Ha desa meni ukam yo akam yo bir narsam ishdan bo'shab ketadi. Yo birov pora olmaydi, ha desa qolganlari ham bo'shab ketadi. Mana qanday bir-biriga bog'liq. Bu farmonni prezident o'zgartirishingizni so'rayman shaxsan. Qararingizda birov-birovga javob bermaydi emas, birov-birovga javob bersa, korrupsiya, qarindosh bilchilikdan boshlanadi O'zbekistonda. Uni ochiqchasiga tan olishimiz kerak. Ikkinchi holat, farzandlarni, masalan, men o'zim ham yetimxonaning nonni yeganman. 2 yil yeganman. Yetimxonadagi bolalarni o'zi aslida, yetimxonadagi bolalarni aslida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha davlatning o'z dasturida qilib ular tayyorlash kerak. Ular haqiqatan ham davlat va xalqqa xizmat qiladi. Chunki nima deydi? Ular qiynalib davlatning ostida o'sgan. Qarindosh urug'chilikka yo'l qo'ymaydi ular. 100% garantiya. Xohlasangiz milliy xavfsizlik yo shunday korrupsiya kurash bo'limlariga hamma yetimxona bolalarini tarbiyalash kerak. O'shandan keyin ag'ayinchilik, tanish-bilishchilik, korrupsiya yo'qoladi. Vazirlik, yuqori mansabni hammasini shularga berish kerak. Ular xalq uchun xizmat qiladi. Chunki davlatning nonini yegan qarindoshi yo'q deyarli. Umuman bilmaydi bo'lsa ham. Keyin ikkinchi holat, meni eng qiziqtirayotgan, eng katta davlat korrupsiya tizimini yetishtirib beradigan institut deb yuristikani hisoblayman men. Eng birinchi o'rinda o'shanga xuddi qamoqxona yo ofitserlarda davlat tomonidan ovqat bilan ta'minlash kerak. O'sha ovqat yeyishga majbur qilish kerak. 4000 bo'lsa 4000 tasiga sharoit qilish kerak. Eng katta davlat asosi bug'unni yetishtirib berayotgan davlat boshqaruvi bo'ladimi, prokuratura bo'ladimi, advokatura, umuman olganda katta ularga yetishtirib beradigan. O'shani davlat tomonidan ovqat bilan ta'minlash yo qamoqxona yoki nima deydi? Soldatlarni ovqatlantirib tartib, intizom, nizomga o'qitish kerak. Mayli, o'shanga chidolmagani qochib o'qishdan chiqib ketsin, bo'shasin, qochsin bolalar. O'shandan keyin haqiqiy o'shanga chidamkor bolalar boradi. Shunda biladi kambag'allar qanday kun ko'ryapti, qamoqxonadagilar qanday kun ko'ryapti, o'ylab bitta qaror yo farmonlarni bajaradi bular. Hozir umuman o'ylamaydi, farqi qorni to'q, boylikka boyga, suvniki soyga oqyapti. Bu turishda yaxshi narsa bo'lmaydi. Prezident va xalqlar norozi bo'laveradi. Eng alamlisi faqat bizning xalqimiz prezidentni ko'rib qoladi. O'ylamaydi, pastda ham shu korrupsiya botqog'iga bitta qarindosh bunisini siqib ketyapti. Faqat prezident qilyapti, prezident ishlamayapti, boshqa qilmayapti. Shu haqida prezidentimizdan so'rayman, o'ylab ko'ringizlar. Bu qonunlarni bir muhokama qilib, pastdagi vazirlar qonunchilik chiqarayotgan vazirlar mahkamasi, qonunchilik palatasi bu ishni qilmaydi. Men uni aniq bilaman. Hammasi qarindosh tanish-bilchilikda o'ylaydi. Faqat prezident farmon chiqarsa, bu maqsadga muvofiq bo'lardi. Men kuzatib boringizlar, o'rtoq YouTube kuzatuvchilari. Sizlar Minglif O'rlar kanalini ko'ryapsizlar, obuna bo'lishni unutmangizlar. Ishonamanki, aybdorlar jazolanadi.